pasajı mahma kaçtığını hakaret qilmayapman. Şunu aytamsan ya. Bu davrda shunchalik bir asarni yaratishga cho'ngit. Ammo bizning pulinimiz bo'lib bo'lmaydi demakchi. Undaq narsa nurg'uni chiqsa bo'ladi demakchi. Hech kim uni cheklab etmadi. Ammo biz tarixdan buyon o'zimizga 1 mil orliqni 4 minutda yugurish kerak degan chekni qo'yib olganligimiz uchun nurg'un asli pasajı bo'lgan odamlar bo'g'in bo'lib ketdi. Şunu atamsizlar ya. Endi men sizlarga nima deyman? Endi men sizlarga ruh ilmidan 3 narsani o'tib qo'yman. Ruh ilmi degan ruhning ilmi bor. Bu ilm qonuniyat bo'yicha ish qilmasanglar, dunyoning qonuniyati bormi? Hayotning qonun. Mush qonuniyatga xiloflik qildingmi? Bo'ldi. Ya biyaram bo'lsizlar, ya chekilmisizlar, ya bo'lmasa bir umr azob yashaysizlar. Faqat ba'zi hayajonlansa, bu hayajonni sizlar xushallik deb olsizlar. Amaliyotda xushallik emas. O faqat hayajon. Nimsoki ruhning qonuniyati bor. Ruh masalan meni, mayak qilmang desa, mening kallam mayak to'g'ri deganlar bo'lsam, shu kundan tortib ruhda nima bo'ldi ekan? Parakendichilik yuz berdi. Nima yuz berdi ekan? Parakend. Shuna ruhning qonuniyatini, ruhning ma'nosini bilib olsak, biz nima ish qilsak, mush bo'ch mansaqli bo'ladi. Shuni aytamsan ya. Hamda nihilizm yashash va hedonizm yashash, xil yashash yo'lini deb biraman. 4 xil yashash yo'li bor. Birinchi hedonizm. Hedonizm degan nima desa, ko'pincha vaqtda hozirga bog'lanib qolgan. Ya'ni rohat izlash tipidagi odamlarni biz qanday odamlar deymiz? Hedonizmchi. Bular ba'zi yoshlarda basildi. Bu rohat izlash degan nimasi? Rohat uchun kurash qilish emas. Men rohat uchun kurash qilyapman. Tushunamsizlar? Men kelgusi 8 soat ishlashdan xohlamay, hozir 16 soat ishlayapman. 8 soat ishlashdan xohlamaganligim uchun hozir qancha soat ishlayapman? 16 soat. Ammo hedonizmchilar cho'lsa, bular azobdan, qiyinchilikdan qochib, o'zini oz birdan bo'lsa-mu kelgusining ashu boshqa qiyinchiligidan unutib ketish uchun o'zini ma'lum narsa xumo qiladi. Tushunamizmi? Hamma narsa keyf bo'ldi odam. Ya kompyuter keyf bo'ldi, ya flash keyf bo'ldi, ya bo'lmasa zahar xumo ulab qoladiganlar va yana ba'zilar muhabbet shikil bir narsa xumo ulash orqali, hozir orqali rohat izlashni bizning deyimiz hedonizm yashash. Bunu men yaqinda e'lon qilgan kitobda tafsili. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchi xil yashash yo'li bor. Bu xil yashash yo'li kelgusiga bog'lanib qolganlar bular. Bular rat racerlar. Rat racer degan nima desa, musof chashqalarda yashash. Buni qanday qilib anda qilsam qo'sh bo'laman, manda qilsam qo'sh bo'laman, munda qilsam qo'shim bo'ldi. Men mush o'lmandan ham qo'sh bo'laman. Uni oladi yana qo'sh bo'lmaydi. Endi men manda qilsam qo'sh bo'laman. Bular vammejuyi deymiz. Bularmi tirishidi, bir nuqta boridi, ammo bir umr qanday olamas, ushalolmaydi. Üçüncüsü nihilizm yashash. Bu yaman dahshat narsa. Oranglarda 30% olan nihilizm yashash. Nihilizm yashash degan nima desa, o'tmishga bog'lanib qolganlar bular. Hedonizm hozir bog'lanib qolgan. Hozirlar yuriydi. Kelgusida uni hozir qilayotgan ziyon yetkazim kari yo'q. Hozirlar yuriydi. Kelgusida zin tatidi. Aqlli rat racerlar bo'lsa, kelgusiga bog'lanib qolgan, hozirlar kari yo'q, rohat suramaydi. Maqul nihilizm bo'lsa, o'tmishda yashab qoldi. Bu o'tmish yashash degan nimasi? O'tmishda ma'lum bir silni ishingdan chiqmoqdek bir azobliq voqealar bo'lgan bo'lsa, yoki odil suqshirgan bo'lsanglar, yoki xo'rlangan bo'lsanglar, shuni aytamsizlar. Buni sizlar aşağı petib kelib, uningdan chiqolmay, bir umr endi men yo'riqliqqa yoki bo'lmasa baxt topolmayman deb o'ylab qilishni qanday yashash ekanmiz? Nihilizm. Martin Seligmanning bir tajribasi bor deb bermanjima, balki mush tajriba tufayli nurni saqib kelsanlar emas. Muhim, tajriba muhim. Martin Seligman bundaq bir tajriba qildi. 3 tal qapazni keldi. Bu 3 qapazni alaylik nimasi? Birinchi qapaz itiglik, ammo bundan ichida kunupkalar va kunupkaning ma'lum bir besib ketib qolsa, ishga chilib ketadi. Tushunalmi? Ikkinchi qapazda hech qanday kunupka yo'q, yem har qancha qizim qachanmaydi. Uchinchi qapaz bo'lsa, ishga bevosita echiqliq, kunupka yo'q, echiqliqlar. Bu uchiga 3 tal ishni solib etdi. Birinchi ishga Martin Seligman kalk bilan tok so'qqizdi. Bu ishni shunday qilib, hali kunupkaga putti ketib qoldi, qechib ketdi. Ikkinchiga tok so'qdi, u yoqman paxt, bu yoqman paxt, oyoq hech qanday qilib qachanmadi. Chunki ish yo'qda. So'ng oxir qochmay turib oldi. Uchinchiga shunday tokni olib bormay qechib ketdi. Bir hafta sinagandan keyin bularni yana o'xshamgan 3 qapasga keldi. Bu qatim qapas qandaysa, hech qaysining ishki yo'q. Tushunalmi? Qachalaydi. Uchiqlar. Ammo g'alit tushibadi. Birinchi ishqa 90-yilda qechib ketdi. Ikkinchisi 90-yilda o'tirib oldi.
uçuq munda uçuqlan. Ko'rib turdi ash, tushuna olaman. Sanjiva sen jim turib oldi. Chiq ketmadi. Nurg'un olar o'tmishdiki, ba'zi to'qlardan qochamaganliginlar uchun bir umr nim deb o'ylaysizlar desa, bir umr uçuq tuysimi, yo'ruqliq tuysimi, shunda baxt tuysin, boylik tuysimi, uni nim qilolmay ketsa chiqolmaysizlar. Shunga ba'zi qizlar o'ylaydi. O'lsanmi dadamdek odam bilan to'y qilmayman deydi. Ammo oxirida to'y qilganimi, naqli kimga o'xshaydi desa, dadasi. Dadasizlarda naq mushmi? Chunki nurg'un odam kichik vaqtida bu xil xo'rliq tufayli cho'ng vaqtidami chiqil bo'ldi. Ya boshqani xo'rlaydi yoki yana o'zini xo'rlaydigan odam nima qildi ekan, davomlashtiraverdi. Shunga Martin Seligmanning bu tajribasi post psixologiyada g'oyat zo'r muhim rol o'ynagan tajriba. Martin Seligman. Tushundingizmi ya? Endi ruhning qonuniyatida, ilmida, ruh ilmida bir narsa bor. Nimaga diqqat qilsang shu cho'ng'iydi. Nimaga diqqat qilsang, nima? Shu cho'ng'iydi. Undan men sizdan bir kichik misol eshitdim, ha. Osh qaramay tursa, qaranglar deganda qaraysizlar. Aql 5 sekund vaqt bermanjima. Aqllarga qaraysizlar, shu haqda bir ish bor. Ishning oldida oldidilamjima, maqirgacha qancha balavorligini sanab birsizlar. 5 sekund vaqt bermay boshlanglar deganda, jima 5 ga. Boshlanglar. 5 sekund. Sen qarimsan bo'lsinlar qar. Oğlum. Ishni oldiga bolalar. Bo'ldi, qaralmay qaranglar. Qaysi var ekan? Bo'ldi. Endi men savolimni o'zgartiraman. Ishning tupida bir xet bor. Endi qaradi-da men nurg'unlarga. Nurg'unlar nima xet bor? Emniyetda sizlar xetni ko'rmay turib, balni tanishingiz mumkin emas. Ammo mening so'ragan savolim nima esa, qancha balni ko'rishlarni qarab qolsam, xet ko'zingizga ko'rinmaydi. Tushunamsizlar? Nemishqa siz uni diqqat qilmaysizlar. Hayotingizda nima diqqat qilsanglar, shu nima qildi ekan? Cho'ng'iydi. Ruh bek muhim narsa. Unda olsa, siz nimaga qaqsanglar, shu nima qilmoqda ekansiz? Cho'ng'iydi. Ma bek muhim narsa. Har qanday ish yuz berishdan burun qat'iy nazar qaqshash bo'lmaydi. Nemishqa? Qaqshigan narsa nima qilmoqda ekan? Uyg'urlar eng cho'ng kesel emas, qaqshash. Hozir men muoftin og'rilib kelsam, hukumatdan qaqshaygan bir ish bor. Herkes qaqshmanglar, tushunolman. Qaqshidinglar, qaqshash tegishli bir narsa nima qilmoqda ekan? Bu ruh ilmida bek muhim narsa. Odamlar bichor bo'lib chiqamroq. Dat aytib, munda degandek ham birisi, shunda bo'ldimi? Men hayron qo'yib, bu nima bichor bo'lib chiqamroq. Bu qaqshash, bichorlash shu narsa nima qilmoqda ekan? Cho'ng'aydi. Bir bola bor ekan, bu qurilish ishlaydi ekan. Bu qurilish ishlaydiganlar etdeganda nashd qilib, tushlik tamoqni o'zida ilib oldi ekan bular. Bu bolam shunda ilib oldi ekanda, bu har kun tushlik tamoq nima yeydi ekan? Mifa yeydi ekan. Qaqshab qo'ydi ekanmi? Mifallam yemda. Mifan, kunda mifan deydi-ki, akan mifa ekan. Mifallam yem, yon mifa. Yon bir kun qaqshab mifa ekan. Bugünün xizmetde iş qarab, adaş saranlab qolmaz. Sen bu kunda qaqshab mifa yeydikense, onda qanday ayoling dememse, bir kuni mifa etpasan, bir kun polo yesin, bir kun cho'chirlarni almashtirib yesang, bo'ldi-ku. Biz bu bola ayoling qaysi? Ben to'qimidi? Mifan ujam etgan. Shuna tarjimani mifa nurg'un odam qaqshash uchun qaqshaygash nima qildi ekan? Keltirib chiqardi. Biz psixologiyani nima ish qilganimiz desa, nurg'un hodislar sizning uyangligining sirtida bo'ldi. Nurg'un odam muhit avval yuz berdi, ondan kayfiyat deydi. Tushunalmi? Ya, avval kayfiyat, ondan muhit lozim bo'ldi. Ma ruhdagi bir mundaq ta'tir. Shu William James deydi-ku. Kulgandan keyin xushal bo'ladi, xushal bo'lgandan keyin kulamdi. Tushunalmi? Nurg'un odam xushal bo'lgandan keyin kuldi desa, William James unda cho'qim kulsimi xushal bo'ladi dedi. Rost degandek, meni shopping simni ko'rgan bo'lsanglar, qalamchi degan bor. Nima qilib kulgandan keyin
man neriplar oldinib qoladi ekan. Daqankin, bu kulga olatqo. Hormon chiqaraydi deblam, dopamin ko'taradi ekan. Tushunolmi? Endorfinlar. Bu ajoyib g'alati ishlar bor. Shuna hargiz sizlar, mushlarim yaxshi bo'lib kes, xo'sh o'ldim demanglar. Agar xushallikni barpo qilsanglar, osh darhol nima qildi ekan? Yuz beradi. Nurg'un odamning men baxtsizligini o'zim tasvirlamaydi, kelgusini yoritib chiqadi. Men baxtsiz dedinglarmi? Bo'ldi. Ruh har qanday narsaga bo'ysunadi. Tushunolmi? Baxtsiz. Men baxtsiz desam, chuqur baxtsiz bo'laman. Men nima desam, shu. You say whatever you say. Tushunolmi? What you think you are. Sen nima o'ylasanglar, siz o'zingizni shu odam o'ylaysiz. Şu mayadaki yüzünü nimi deb o'ylash bekmayman. Şu qaqshaganda cho desa, bu xil narsalarni qilmoqqa cho'ng yapmoqda, cho'ng aygansiri qaqshash to'g'ri bo'ladi, to'g'ri bo'lgansiri qaqshaydi. Men bir umr shunda yuriydi. Bu xil odamlar mush dunyodami amaliyotda ruhda jannatni paydo qilganligini bilmay, tushunolmayman. Bir umr qaqshab oyat jannatga intiladi. Bu dunyo jannat yaratmagan odamning u yerga kirib ketishini atay. Hakkay kıllar. Bunun aksi nima? Endi o'tib qo'ying. Bunun taqobuti minnatdorlikchimi? Minnatdorlikni men sizlarga o'rgatman. Ma axloq minnatdor bo'lishing kerak demayman. Foydaliq ma'u. Nimki ma'u? Foydaliq. Tushundirmayman sizlarga. Minnat. Men mushu Beijing kelishdan burun 4 kun burun bir sinoq qildim. Sili yo'q oldidan bir necha banandik sili yo'q oldim. 5 yilga tegizdim. Men odatda muddoq qilsayat suvning ichida xil tura olmayman. Men memda sil yo'q oltib sinab, o'zimda aynak qarab, qanday chiroy ifodan bo'ladi, kuztumanda sil yo'qni ekkilib bo'g'dim. Oqimga og'amchidan birini chekkizdim bir bolaga dedim. Qancha qizilib ketsammi, elib etmayman. deb qo'yaptim men. Pushaymon qildim deyman. Siliyo bilan bana o'xshamaydi. Bunda tursa jiqtira olganda siliyo o'xshamaydi ekan. Mo yerim o'tmaydim shunda. Hadmi chiroylim degan ko'pi bilan siliyoga. Abi munda qilsam jim turadi soatlar. Mo'shunda tutgan, mo'shunda. Amma yaman qo'rqdim, resmiy qo'rqdim. Ayam chiroylim degan ko'kirim. Oxiri meni chiroyimni qo'g'ab ketdi, men yolvorishim emas. Bunda qilib yetibdi men shuni. O'qda bir nafas oldim, o'ylab qoldim men. Tova. Mush havo, oksigen deganmi? Ajoyib muhim narsa. Biz kunda oksigen nafas olg'achqa bizga Xudoning bizga oksigen ta'minlash qazi bor deb kanalama. Ancha bek minnatdor bo'lmabdi xmaningda. Shundaymi ham? Ota qazi bor. Yaratgan degan bilasiz-ku oksigen degan. Amaliyotda tuniqdimi minnatdor bo'ldi keldi. Shuning yog'i kuch nafas olgan bo'lib oldim. Nafas bizning minnatdor bo'lgan yerimiz bekchiq tushunolmayman. Endi qaranglar, ruhning ilmi qaranglar. Nimaga diqqat qilsang shu uchun o'ydiq emasmi? Minnatdor bo'lish bu axloq fazilat masalasi emas, mas'ulni hal qilish masalasi. Minnatdorlik orqali taqdirni hal qilamiz, tushunyapsizlar? Qoqshash orqali taqdir buzilsa, minnatdorlik orqali biz nima qildik emas? Taqdirni o'ngshaymiz. Men nafas olishni minnatdor bo'lgan kundan tortib buningdimi teximijiq minnatdor bo'lgan narsa nima qilib chiqdi ekan? Yorilib chiqdi. Nurg'un yaxshi narsalar bor. Bekjiq yaxshi narsalar bor bizda. Yaxshi narsalar bekjiq bo'lib ketgeskila, ham biz kunib ketgeskga odamni habituation degan bir hodisa bor. Bir qatam hayron qolamiz, ikkinchi qatam hayron qolamiz, ammo uchinchi qatam u bizning muhitimizga aylanib ketganlik uchun tushunatamizlar. Onasini hayron qolmayga ahvolda uningdan bir xil minnatdorlik tuyg'usi tabiiy nima qildi ekan? Qilyapti. Şu Emerson nima dedi desa, "Hey, yulduzlar, agar kunda chaqnamay 100 yilda bir chaqnaydigan bo'lib qolsaydi, o chaqda kishilar yulduzga ajoyib bir qaraydi" dedi Emerson. Men arayallar to'g'risida bekchiq so'zlayman. Nurg'un odamlarda mayl qiz o'g'il muhabbatlashsin yoki to'y qilsin,
bir-birisidan bezor bo'lish, zerikadigan bir davr bor. Tushunalmi ya? To'y qilib 6 oydan keyin eng mushu ayoli yo'ldoshiga yamasab ko'rinadigan bir davr bor. Men tushunimcha mana buni nurg'uli psixik bilmagachga, yaxshi ko'rmaydi ekanmi-da, buni deb o'ylab qoldi ekan. Chunki bizning anaqa baxtni tepish deb olamiz-ku biz. Bizning baxtli bo'lish bo'lmasimiz, to'g'ri odamni tepish topmaslik bilan munosabatlik deb o'ylab olamiz biz amaliyotda. Amaliyot bunday olmaydi. Bu baxt degan to'g'ri odam tepish topmaslik bilan munosabati yo'q. To'g'ri qilgan odamni to'g'ri odamga qilib tarbiyalab chiqishdan munosabati bor asli. Ham ozroq ish vos nima deb o'ylaykansa, xato to'y qilib olibdim. Shunga har qanday 6 oydan keyin ham ayoldan shunda bezor bo'lib ketgan davr bor. Tushunamsizlar ya? Bu Veyshanchining birinchisi. 6 Veyshanchi bor. Nemish bezor bo'lib ketdi desa, chunki endi uchrashgan vaqtda yenglik tuyg'usi bo'lg'achqa odamda intilish bo'ladi. Bir ko'rib olsam bo'ldi. Qachon bir tong olsa, muhabbatimni bir ovozini anglab olsam bo'ldi deb ketadi. 5 yil degan kunda kechdi, ben deb tafa. Endi to'y qilib bo'lgandan keyin hech qanday dadanglar bunday demaydi. Opangni bir ko'rib olsam. Bunda bo'lmaydi. Nemish qas qarang ha? Uchrashaveramiz. Ko'rishaveramiz, anglaveramiz, gapni tugaydi. Dastlabda gap tugmaydi. Ajoyib gaplar ketadi, ba'zi o'g'on bo'lib xalqaroliq masalalarni deb ketadi. Qiz bola buni shunda anglag'is kelmisi mablab bo'pti deb anglaydi. Chunki o'g'onlar endi ta'sir qoldirishga muroqchi qiz bola. Shunga cho'ng gapni hozir xalqaro vaziyat. Amaliyotda qiz bolamdagi bu xushi yo'q amaliyotda. Ammo ulama hamda chandumay deb shunda qilib tirishib anglaydi. Shu nurg'unlar bunday shu qishlar shu bunday vaqtda yeniklik qilib men buni yaxshi ko'rmaydigan o'xshayman demanglar. Amaliyot har qanday odam yo't kelgan vaqtda 6 oydan keyin bu hodisa nima bo'ldi ekan? Yuz berdi. To'y ham taqim shunday oldi. Nimishqa? Öğüt izim tuğan. Değişik gözüm tuğan. Değişik gözüm. Kitap gözüm tuğan. Damak izim tuğan. Kuzum tuğan. Şuna zirk. Bu ne nurgul? Bu ne mi ayada? Yaxşı görmeyken depla almıştık. Ya. Muşu psixik ilimini bilmegenlik. Minnettarlık tügüp gitip bağan gibi. Ayalga, bala, anıga, dada, anıga, hatta ata-ana balığın minnettar bolsa, balının minnettar bolğan yeri jig'iydi. Ama biz ata-analarımız olsa qaqshaydi, qaqshab qo'ydi. Shuna ular nim qildisa, ana qaqshgan taraf nim qilmadi ekan. Mening dadam burun ismini bilsam, haftada aran ishqetim aroq ichdi. Ishqetimlar. Opam hamda yaxshi niyati bor. Bizning yo'ldishini, yani mening dadamni ishqetim bo'lsin aroq ichmisan deb mush qaqshab keyin dadamni haftada 6 qitim aroq ichgan. 5 kun ichmaydigan yerda minnattar bo'lib bergan bo'lsa, tushunolmayman. Men 2 kun yigitda 5 kun tushunolmayman. Ammo opam bir narsa xato qildi. Nimasi? Bu 2 kunni ko'rib elib, qaqshaverib bu 2 kun eng oxir qancha qiladi? 6. Bir kun hamda uxlab qoladi. Bundagi. Shuna sizlar atrof minnattar bo'lish kerak. Biz singdiryapmiz hamda yana tirishyapmiz. Nurg'un odam bo'lsa, odamning yaxshiligini ko'rmaydi. Yamaydi. Bunda qilmadi. Hamma odamning yaxshiligi bor. Shuni tamslayya. Shu hukumatdan mamlakat minnattar bo'lish kerak. Bu bek muhim narsa. Qaqshidimi? Qaqshqa yerni qutmadi ekan. Shunday. Minnattar bo'ldingmi? Minnattar o'g'ayni qutmadi ekan. Bu bek muhim narsa. Bizda mush narsa ezib ketib boramiz. Yatoq deyishinglarning yaxshi yerini ko'rib turanglar. Qancha biz nemishqa? Bizda bunda bir masala bor. Men Shanxayga bir berib qoldim bu yerda. Dengiz mahsulotlaridan sotgan yana cho'glab qoldim. Bu dengiz mahsulotlarining ichida ajoyib satmalar bo'ldi ekan. Vali 201 yerda ajoyib nimalar. Men ko'rib yo mandim, men qish paqini o'ynab kelib qoldim.
qisqichpaqini bular da bir chilek sep qo'ydi ekan, to'chilekka. Bu qisqichpaqini bu chilekning ichiga 20 ton sep qo'ygan, 20-30 ni. To qarasam, amaliyotda bu chilekka bir tot qisqichpaqni sep qo'ysa chiqalaydi ekan meni. To'chilekdan. Ama 20 ni sep qo'ysa chiqmaydi ekan. Nima ish qilsa, bir shunday qilib chiqma deydi ekan. Uni oqidan bir to'ssin ishlab, u chiqma deydi ekan. Uni ko'rib yapis qassi ishlab, u chiqma deydi. Mo'shunda qilib bular. Yapmaydi ekan jima, qavat. Turiverdi ekan. Birisini qechib ketolmaydi ekan. Dal nimasi nurg'un odamlarda o'zining yuqur odamlardan qo'rqib, tahdid deb o'ylab olib inson. Shuni aytamsizlar. Uni amal va xunuklashtirish, uning nachar gapini qilish, bu asli mandat deb uning haybatini nima qilmoqchi bo'lsa, kishilar nima qilmoqchi ekan sundirmoqchi. Ondan kishilar nima ish qilsa, amal va o'zini ojiz to'pqa urush orqali o'zining xarakterini sal kuchli ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shuni aytamsizlar. O'tganda bir lift chiqib kelib, lift chiqsam, mendan paka 3 odam chiqib qolgan bu liftga. Men buyamning ham unda egizlikini esimi qilib boqmabdi ekanman. Onda ayat turib qolsanglar, yana qo'shilib ketgan. Qarsima odam gidiga. Shuni olaman, as birinchi qavat shulga odim. 24-qavatda, shunlar bular 12-qavat ekan. 12-qavat besib chiqib qolsa, men mashinadan chiqib qoldim emasman. Uzurroq meni bilan yashildim. Bilatamizmi? Birinchi qavat shulga odim bo'lmasmen. Oshini ishxonasiga sulab qo'yib, qaytan saqlan. Nima bo'lsa, odim bilib bilmay ojiz to'pni izlash orqali o'zini taraqqiy qildirish orqali emas, ojiz to'pni izlab o'zining farqini chiqarish orqali o'zini nima qildigan bo'lib oldi ekan. Bu taraqqiyotga qilchinimiz yo'q ekan. Biz o'zimizning ustunlarni hasad qilamiz. Albatta, hasad degan bu muhim narsa. Ammo havassimon hasad qilamiz. Hasadsimon havas emas, tushunolmayman ya. Xunuklashtirish emas uni. Mushunimiz men qilolmayman. Ma bo'ladi. Hasadni Xudoyim berdi emasmi? Muhim hasadmi? Tushunolmayman, so'zlayman hozir. Ba'zida hasadni o'ylab olib, men nima hasad qo'rlab qopdim deb olgan. Shuna nimadan minnatdor bo'lsa, shuni bo'lmadi ekan. Nimada qoqsa, shuni bo'ldi ekan. Kichik vaqtimizda amsillig'i bilmayman, bizning ma'lida Shangjo, Juza deydigan narsa ajoyib luxury degan bunda hashamat buyumdi. Ma'lida biroz juzib qolgan bo'lsa, shu kuni shu oy to'g'ri gap bo'ldi. Palona menda olib juzib tujman buyum. Men qo'lni balli men juzimni yeymaydim. Ana ay balli yegan juzdan shupknelib uni kuziga chip o'ynatdim. Şu açtı hemen. Şupklı düğününü çıkavalıp da onda pis pis oynaydı. Şu devirde dadam bir ta şangcı açırıp da nerede içiydi ki? Ustavattı ki bir ta şangcı onu. Çoğun apam rahmetlik var. Muşu şangcı onu şunda inçkili külen kesti. Üçkü böldüm. Ya soyulgan yerlerini görsenler ısrap bulap gitmesin deyip biçarı kutun muşunda üçkü böldü. Bir parçasını yağlık çigip yok etti bir şeyge bilmeyim ben. Yani bir parçasını koşnalığa çıkırgan bir şey vardı. Ocalıda arkanda tamak yesen de koşnalığı sunu tok. Bilirdim açılar. Men məxsus tuş birdim. O vaxtda da qoşnuluq görsün dedim. Lağmenanlığı o hazırlığı go'shtni sanab saldigan shu yo'q-ku. U vaqtda qo'shniga chiqqan lag'mangni qo'shnini ko'rsin deb bundoq go'shtni ko'rg'ayga tizdim. Ko'rmay qolmasin deb. Opam bundoq tizdi. Ko'rg'ayga tizdi go'shtni. Qo'shnichi. Men chiqish bilan shikini. Birazdan yeb saldim. Go'sht qamraq. Muşunda ay Şangjo'dan 3'ten 1 kaldı. 3'ten 1 biz 6 adam tok. Şu 6'yı bölüp ben muşice tigip diken. İyi demem derler be. Cubacı öp. Temin ediyorum. Digendek memmo temin edip bulama. Öyle hazır digen Şangjo iş unçala çoğun gitmez to. Maya'dan da çoğun biliriz ya. Maya'da hiç kim Şangjo yaptı dep.
Yaxshi. Yaxshijiq. Yaxshijiq. Bizchi olsa bundaq yaxshilik kunab qolg'achqa minnatdor turg'imiz tugab ketgan. Ata-onamizdan minnatdor olmaymiz, do'stimizdan minnatdor olmaymiz. Biz amal va qaqshab qarshi tarafdan bir amal bir psixik buzilgan vaqtda davulchu. Masto dedi emasman. Sen bolqiga aylansang butun dunyo miq o'zgaraydi dedi emasman. Ma bolqiga aylangan odam hammadan miqdek bolqadan miqdaysan demeydi. Gülga aylansan hammadan suvga aylan dedi. Tushuna olmaydi. Şunsun neymiga? Ma bizde aşında bolqiga aylanıverish var. Biz bolqilıcı. Şu hammadan miqiz deb. Hammadan miqdek. Bu amaliyat demasa bizning taqdirimizga ig'ir darajada to'sqinlik qilgan narsa. Minnatdorlik. Shuni aytamsizlar ya. Burun bir odam bor ekan, bu odam ashunda qaqshayken to'xtamay, oilam qaqshaydi, bolalarım urushidi, uyam kichikmish, uyam cho'ng bo'lsin, uyam qaqshab yurur ekan. Bir kun bu ma'lum bir o'lim asina qildi. Hal qilib bersangiz bo'ldi. Bu o'lima bunun ko'zi qarab, bular buni hal qilishning bir usuli bor. Uyingizda to'qivama. To'qivadi. To'qini echirib olsangiz uyingizga, hal bo'ldi bu ish. Ayolingiz qaqshamaydi, bolangiz urushmaydi debdi. Sonra bu odam to'qini echirib oldi. To'qini echirib olgan kundan boshlab ayoli texma qaqshabdi, bolalar shu to'qi bir yoqdan qaqoqlab. Beram, et bulanmay, bo'lmadi, o'ngshalmadi deb beribdi. O'lima turib ketib, bundan qo'yvama. Qo'yvas. Qo'yni echirmasini so'rashdi. Qo'yni echirib qo'ygan. Bu qo'yni echirmagan kundan tortib ishni texmini chalishib boshlabdi. 2 hayvon, 5 odam, 7 jan qattiq patmadi. Aytgan berib, bo'lmadi. Unda o'z uyingizda qalavam. Kalni echirasi chuqum o'xshadi. Kalni echirmagan kundan tortib ya tug'rik uruq qolmabdi. Ayolim ajrashimi deb qo'pabdi. Bolalarga qon urishib ketdi. Yani bir 4-cü kil bağandıkken onda ise bunu hem demiş şu hayvanı çıkıp item hani eti bir kilam hal koysun eti değişildi. Sonra bu şu hayvanı çıkıp tut eti beripti. Soraptı. Hazır kanday iş kılavatsı dese ya ömrümde men manda azatçılık